Yaqinda meni bir ukam mehmonga chaqirdi uyiga va u yerda boshqa insonlar ham bor edi. Ya'ni men tanimaydigan erkaklar ham. Va mendan shunaqa savol so'radi vaziyatdan kelib chiqib, Dilshod aka, ikkinchi ayollikka qanaqa qaraysiz? Shu mana shu qo'shimcha ayol olish bu to'g'rimi, noto'g'rimi degan gapni aytdi. Tabiiyki, u so'ragandan keyin men o'zimni fikrimni bildirdim. Ya'ni ikkinchi ayollikda birinchidan uylangan o'sha erkak ham baxtsiz bo'ladi. Boshi ochiq ikkinchi ayollik taklifini qabul qilgan ayol ham baxtsiz bo'ladi. Va ana shu halol jufti, o'sha erkakni ikkinchi ayol olishiga rozi bo'lgan halol jufti ham butun umr yostiq quchoqlab yig'lab o'tadi. Ikkinchi ayollik baxtsizlikka qo'l qo'yish bilan barobardir. U ham kamdek bolalar ana shu qaysi u oilada bo'ladimi, bu oilada tug'iladimi, tug'ilib katta bo'lgan bolalar esa ota-onasiga, особенно otasiga juda mehrsiz bo'lishadi degan gapni aytdim va video davomida nega bunaqaligini va nega ikkinchi ayollikka qiziqish kerak emasligini bilib olasiz. Ketdi. Birinchidan, erkak kishi nimaga ikkinchi ayollikka qiziqadi? Birinchidan, oila qadriyati unda rivojlangan bo'lmasa, ya'ni oila degan bu bitta juft, o'sha yerda farzandlar va u yerda oila qadriyati bor va agarda uchinchi qanaqadir треугольник deydi, uchburchakka kimdir qo'shilsa, bu qadriyat mana buniki kasha bo'lib ketishini biladigan erkak avvalo uyida shunaqa yaxshi model ko'rgan bo'lishi mumkin, u juda ilmli, vijdonli bo'lishi mumkin va oila bitta juft, ya'ni bitta erkakka bitta ayol va ulardan tug'ilgan farzandlardan iborat. Qolgani bu uji kashaligini tushungan erkak hech qachon mana bu yerda yetuk erkak ikkinchi olishga ham, tam ikkinchilikka qiziqmaydi birinchidan. Va nimaga erkaklar bizda ikkinchi ayolga qiziqishadi? Birinchidan, ayoli bilan munosabatda muammolar bo'lsa, to'shakda muammolar, ограничения, ya'ni qanaqadir chegaralar. Chunki ikkinchi ayol bilan u fantaziyasini amalga oshiradi. Odatda shunaqada. Yoki bo'lmasa o'sha emotsional o'zini halol jufti bilan emotsional qanaqadir sevmay qo'ysa, unga bog'lanmay qo'ysa. Odatda mana bizda aytishadi, erkak kishini puli ko'paysa, u ikkinchilikka harakat qiladi bizning O'zbekistonda. Bu gap to'g'ri. Nega? O'zini ayoli bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi uchun u yerda baxt ko'rmayapti, u yerda nima deydi, o'zini ehtiyojlarini qondira olmayotgani uchun pulini evaziga kimnidir ikkinchi qilib oladi. Chunki понятное дело, ikkinchi ayollar tam taksistga, tam bilmadim, somsachiga, aravakashga tegmaydi-ku, ular ham spetsialniy puldorini topadi. Chunki u yerda bu konkretniy shartnoma, sizdan ugina, mendan bugina degan. Bir-birini ehtiyojini qondirish. Erkak nimaga o'zini halol juftiga bunaqa ikkilik qiladi va ikkinchilikka qiziqadi? Birinchidan, u dinni qurol qilib oladi, что dinda mumkin degandek go'yoki, nega sen rozi bo'lmayapsan, manipulyatsiya ham qiladi. Dinda mumkin. Смотрите, men bu joyini o'qiganman. Haqiqatdan ham dinda mumkin degan joyi bor, ammo qilish kerak degan joyi yo'q va qilsang savob bo'ladi, ajoyib bo'ladi degan joyi yo'q. Ya'ni o'sha paytlari urush, musulmonlar o'sha dinlar o'zaro urushda va erkaklar mana shu urushlarda qirilib ketganligi uchun juda ko'p beva ayollar farzandlari bilan och qolishni, erkaksiz qolishni boshlashgan. Ana shu vaqtdagi vaziyatga bu nima desa bo'ladi, mumkinligi to'g'ri kelganligi uchun, чтобы ayollar och qolib o'lib ketmasligi uchun, insoniyat qirilib ketmasligi uchun boshpana berish maqsadida, ularni boshini silash maqsadida, ularga qanaqadir g'amxo'rlik qilish maqsadida mumkin deyilgan. Ya'ni bitta joyinga ehtiyojini qondirish uchun emas. Va tabiiyki ana shu paytdan qolgan stereotip, что 5 ta qizga bitta erkak to'g'ri keladi degan. Endi hozirni ko'rsangiz statistika hayron qolasiz. Tabiat va yaratgan shunaqa to'g'irlab qo'yibdiki, bir juftni ikkinchi juft bo'lishi kerak, ya'ni 2 ta 3 ta emasligini. Butun dunyoda ham 50 ga 50 erkak bilan ayol tengligi, O'zbekistonda ham 50 ga 50, yarim foiz farq qiladi. 49,5 ga 50,5. Tushunyapsizmi? Unaqa emaski, что 30% ga 70 yoki 20 ga 80 ayollar ko'p emas.
Ya'ni tabiatni o'zi bu teoriyani, nazariyani to'g'riligini tasdiqlab qo'yibdi. O'sha paytda esa shunaqa vaziyat bo'lgan. Hozir hech kim bolasi bilan och nahor ko'chada bo'mish bo'lib qolayotgan joyi yo'q. Dalshi. Xullas, o'zini ayolidan emotsional qoniqmaydi nimaga? Odatda, mana hozir tarsaki tushiraman. Odatda o'zini ayoli o'sha erkakni etagidan osilgan va uni yo'qotishdan qo'rqadigan bo'lsa, moliyaviy qaram bo'lsa, juda ko'p hollarda uy bekasi bo'lsa, ana shunaqa vaziyatda shunaqa pozitsiyani tanlasa, ya'ni o'zligidan kechgan pozitsiyani va faqatgina er bor, oila bor, tug'ish bor, xizmat bor. Boshqa o'zini ma'nosi yo'q hayotda, maqsadi ham yo'q. Diplomi bo'lsa ham chang bosib yotibdi yoki u yo'q, kasbi ham yo'q. Prosta ma'nosini shu erkakni xudo qilib o'ziga olib, faqat uni ketidan ergashadi, uni ertagidan ushlaydi, farzandlar mana shunaqa. Bunaqa vaziyatda o'zini changalida qafasida, erkakni qafasida bo'lgan ayol erkakka hech qanaqa emotsiya bermaydi. Uni o'rnini to'ldirish uchun, kompensatsiya uchun esa puli ko'paydi deguncha u o'ziga dinni qurol qilib oladi, ikkinchilikni orzu qilib qoladi. Vaholanki yetuk erkak ana shu o'zidagi kelgan daromadni yana oilasiga, ayoliga investitsiya qilsa, u yana ko'karadi, gullaydi, farzandlariga va oilasini mustahkam qilishga sarflaydi. Infantil erkaklar o'sha ikkinchi fantaziyasini amalga oshirish uchun va o'zidagi bo'shliqni o'rnini shunaqa qilib to'ldiraman deb o'ylashadi. Natijada o'zini ham, juftini ham, ana u ikkinchilikka rozi bo'lgan ayolni ham tuzoqqa tushirishadi. Nega? Bunaqa munosabatda hech qachon baxtga erishib bo'lmaydi. Nega? Ikki kemani o'rtasida turgan erkak polibomi qachondir kunidan burun o'tib ketadi. Va uni rozi qilaman, buni rozi qilaman, bir xil ushlayman deydi-da, u g'arq bo'ladi. Chunki bunaqa ikkita ayolni bir xil ushlashni ilojisi hech qachon yo'q. Chunki yurak, qalb insonga bitta beriladi va u faqat bitta insonni yaxshi ko'ra oladi. U ikkita insonni yaxshi ko'ra olmaydi. Tabiiyki u yerda sarson bo'ladi o'rtada. Anu ayol, rozi bo'lgan ayol, tabiiyki u moliyaviy tarafini o'ylab rozi bo'ladi. U hech qaysi ayol ikkinchi bo'lishni aslida istamaydi. Ya'ni men ikkinchi bo'laman deb dunyoga kelmaydi-ku. Prosta u kuchli bo'lishni emas, ya'ni o'z ustida ishlashni emas. U ham dinni pesh qiladi-da, mumkin-ku deydi-da, o'zini aldagan holda. Moliyaviy o'sha pul bunga qarab turishini, pul berishini va o'zi esa mazza qilib yashashni evaziga, afsuski qo'pol qilib aytganda, tanasini sotadi. Chiroyli nimasi bu, nima deydi? Chiroyli qilib aytganda. Ammo har kuni o'sha nima qilibdi ekan, nega men oldimga kelmadi va u bilan hozir nima qilyapti ekan degan xayollar bilan yashaydi va iloji boricha hattoki birinchi ayolidan izbavitsa qilishga, qutulishga harakat qiladi, чтобы o'zi asosiy yagona bo'lish uchun. Va halol juftiga keladigan bo'lsak, u yostiq quchoqlab, yig'lab o'tadi. Majburligidan qolishi mumkin, majburligidan rozi bo'lishi mumkin. Yana bir bor aytaman, hech qaysi ayol o'zi xohlagani uchun yoki kelib turib, Abdusattor aka, men o'ylayapmanki, mana shu to'kin sochin baxtimizga bitta ayol yetmayapti. Shuning uchun ana u qo'shnimiz Shermat Fantomasning qizi Soporgul ajrashib ketdik. Shuni ikkinchi qilib olsangiz yana bir to'lib, toshib yashardik va bu sizga savoblar yog'ilardi. Uni savobi bizga ham tegardi demaydi-ku. Понятно, u erkak keladida uni перед фактом qo'yadi va ayolga aytadi, xohlasang shu deydi. Erkak прекрасно biladi, что bu ayol boradigan joyi yo'q, uyiga ham sig'maydi, 3 ta bolasi bor, yoki semirib ketgan yoki uyda kasbi ham yo'q, qo'lida puli ham, daromadi ham yo'q, nima qilishni bilmaydi-da, majbur bo'ladi. Ana keyin majbur bo'lib yashashga majbur bo'ladi. Ana keyin butun umr yostiq quchoqlab yig'lab o'tadi. Afsuski, nima qilishyapti ekan? Bugun yo'q, telefonni ko'tarmasa ana shu iflos bilan hozir u o'lmadi, men qutulmadim. Mana shunaqa tasavvur qiling, o'zingizni, juftingizni kim bilandir baham ko'rish, u bilmadim, bunaqa narsaga chidab yashashga faqatgina yoki majbur ayol yoki o'sha qaram ayol faqatgina rozi bo'lishi mumkin. Yetuk ayol hech qachon bunaqasiga rozi bo'lmaydi, chunki u men bilan bunaqasi ketmaydi. Sensiz ham o'zimni kunimni ko'ra olaman va bunaqa baxtsizlikka qo'l qo'ymayman deya ayta oladi. Dalshi. Bunaqa oilada katta bo'lgan farzandlarda
oila qadriyati rivojlanmaydi, oila qadriyati bo'lmaydi. Ya'ni o'sha nargi oilada tug'ilsa ham, bu oilada tug'ilib otasini ikkilik qilib yurganini ko'rgan farzandlarda birinchi navbatda ich-ichidan otasiga nisbatan nafrat bo'ladi. Ya'ni onamni yig'latgan yoki onamga ikkilik qilgan erkak deya qaraydi. 100%. Men pedagog psixologiyadan chiqqanman. O'zim yuzlab, minglab bolalarni tarbiya qilganman. O'quv markazlarim bo'lgan. O'zim ham farzandlar tarbiya qilyapman. Hech qaysi farzand onasini juftini kim bilandir baham ko'rishini ko'rib o'sishni xohlamaydi. Hech qaysi farzand yana qo'shimcha nima deydi, uzum marketdan paydo bo'lgan ona paydo unda yana qo'shimcha o'gay ona paydo bo'lishini hech qachon istamaydi. Hech qaysi farzand otasi yangi yilda, tug'ilgan kunda, qanaqadir bayramlarda u yoqqa bu yoqqa yugurishini yoki bo'lmasa ba'zan bularni bayramlarini o'tkazib yuborishini ular uchun buni istamaydi. Hech qaysi farzand ertalab turganida otasiz, kechqurun otasiz, ba'zan tug'ilgan kunlarida otasiz o'tkazishni xohlamaydi. Onasi esa kechalari yig'lab, yostiq quchoqlab, qarg'ab yotganini ko'rib katta bo'ladi va ich-ichidan otasiga nisbatan nafrat va mehrsiz bo'ladi. Ishoning katta bo'lib, otasiga nisbatan hech qanaqa ichidan mehr chiqara olmaydi. Xuddi shunaqa u yerdagi farzandlar ham. O'ziga keladigan bo'lsa, katta ehtimollik bilan o'g'il bo'lsa, o'zi ham otasini xatosini takrorlaydi. Chunki model shunaqa edi, obraz shunaqa edi oilasida, namuna. Agarda qiz bola bo'lsa, u ham ikkinchilikka moyil bo'ladi. O'sha ikkinchi ayolni farzandlari bo'lsa, afsuski, mana shunaqa bu karma deysizmi yoki psixologiya deysizmi? Chasta juda ko'p hollarda o'zini uyida ko'rgan modelni qilishadi farzandlar va ularda oila bitta juftga yagona juft va mana shunaqa mustahkam do konca birga mana shu hayotni yashashi kerak degan tushuncha bo'lmaydi. Va maktabda o'qiganda ham afsuski bu farzandlar egnini siqqan, o'ziga ishonchi past bo'lishadi, chunki ular o'zini nuqsonli hisoblashadi. Ya'ni bu ochiqchasiga aytib bo'lmaydi-ku. Birinchidan bu narsa jamiyatimizda qoralanadi. Ikkinchidan qonun bo'yicha ham mumkin emas va uchinchidan maktabda o'sha nima deydi, ikkinchi ayolni farzandlari egnini siqib qanaqadir o'zini yomon his qilishadi, chunki biladi, что otasi aslida kimnidir jufti, o'zlarini emas. Nargi farzandlar ham, ular ham otasini bilishadi, ikkinchi farzandi bor yoki boshqa joyda oilasi bor, boshqa bor. Kimdir ularni yuziga soladi, kimdir boshqa va ular bu hayotni ko'rib katta bo'lishadi va normal, yetuk insonlar aslida bitta oila bo'lib mustahkam yashayotgan oilani ko'rishadi, ularga havas qilib, nega bizda bunaqa ekan? Farqini ko'rganidan keyin mana shunaqa afsuski urib katta bo'lishadi. Chunki ularni yana bir boshqa joyi, ota farzandni tarbiya qilganda, birinchidan farzandlar ota bilan onani mustahkamligi, ularni bir-biriga munosabatini ko'rib, mana shunaqa shakllanadi. Ularni bir-biriga mehrini ko'rib. Ikkita ayoli bor erkakda unaqa mehr bo'lmaydi. U rol o'ynaydi u yerda. Tushunyapsizmi? Mehr bo'lishi uchun u bitta ayolni qalbi bilan sevadi va o'sha ayol bilan mustahkam bolalarni oldida quchoqlab, o'pib, onangni sevaman, gullar olib kelib mana shunaqa ko'rsatadi. Bolalarga nisbatan mehrni ham to'laqonli berib bo'lmaydi. Nega? Chunki aslida mehr faqatgina haftada 1 marta, 2 marta kelib, ularni boshini silab, pul berib, iPhone berishdan iborat emas. Mehr umuman bunaqa ishlamaydi. Mehr yoningda olib yurib, har kuni yoningda olib yurib, kunora bo'lsa ham baliqchilikka olib borganingda, do'stlaring bilan hayotni ko'rsatganingda, uni savollariga javob berganingda, buning uchun jismonan yonida bo'lishi kerak ota. Uni qayerdadir himoya qilganingda, san unga misol bo'lib yashaganingda, uni kechqurun quchog'ingga olib har kuni ertaklar o'qib berganingda, bolam men seni oldingdaman deganingda shakllanadi. Otaga bo'lgan mehr. Nega farzandlar mehrsiz bo'ladi? Chunki u ota deyarli qatnashmaydi. Onasiga pul beradi, bolalarga pul berishi mumkin va ularning hayotida asoba qatnashmaydi. Ularga namuna ham bo'la olmaydi. Qanday namuna bo'la oladi bunaqa ota? Natijada bu farzandda bu otaga nisbatan prosta shunaqa bir bankomat yuradi. Onasini ehtiyojlarini qondiradigan, o'zini ehtiyojlarini qondiradigan bankomat. Ular u yerda qalblar tutashmaydi, понимаете? Erkakni qalbi farzand bilan tutashadi, qachonki o'sha erkakni qalbi o'z ayoli bilan tutashganida, halol jufti bilan va u orqali farzandlarga kelgan bo'ladi.
mana shunaqa ishlaydi. U faqat o'zini bir joyini ehtiyojini qondirish uchun hayotda o'shani qadriyat qilib olgan bo'lsa, uni qadriyati farzandlar yetuk bo'lib, mehrli bo'lib o'sish ham bo'lmaydi, afsuski. Shu nuqtai nazardan farzandlar ham afsuski bunaqa oilada keyin takrorlashadi bu xatoni, otaga mehrsiz bo'lishadi, onani jertva va qurbon pozitsiyasini ko'rib o'sishadi va natijada ular ham keyin bu sulolani, bu nima deydi? Bu mana shu traditsiya, an'anani davom qilishadi. Ana u ikkinchilikka rozi bo'lgan ayolni esa bu pechat, ya'ni ikkinchi ayol degan, sen birovni oilasini buzding, kimnidir baxtini evaziga, baxtsizligini evaziga baxtga erishishga harakat qilding degan mana bu isnot peshonasiga pechat bo'lib yopishadi va butun umr uni avlod suradi farzandlariga, nevaralariga, hattoki ular turmushga chiqqanida yoki uylanganida ham sani onang ikkinchi bo'lgan ekan, sani buving ikkinchi bo'lgan ekan, sani tam prababushkang, buvingni onasi ikkinchi bo'lgan ekan, tasavvur qiling, butun umr sulola suradi. Afsuski, va buni karmasi, buni jazosi yaxshi bo'lmaydi. Так что yana bir bor aytaman, ikkinchilikka rozi bo'lish ham, ikkinchilikka intilish ham va agarda siz halol juft bo'lsangiz, eringizni ikkinchiligiga qo'l qo'yish va man roziman, majbur bo'lish ham uchala taraf ham baxtsizlikka qo'l qo'yish demakdir va bunaqa oilani nafaqat o'zlarini kelajagi ham juda ham achinarli holatga kelib qoladi va hamma taraf 100% baxtsiz bo'ladi, chunki ilohiyot tarafdan ham, fan tarafdan ham, psixologiya tarafdan ham insonning qalbi bitta va o'sha qalbga vторая половина, ya'ni ikkinchi juft, faqatgina mana shu munosabat sog'lom munosabat. Qolgan ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi mana bunaqa uchburchaklar, bular kasha, ya'ni bular nosog'lom munosabatdir. Rahmat deyman videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Hamma gaplarimni ilmdan, nafaqat institut, kitoblardan va vijdonan kelib chiqib, hammasini sizlarga ulashdim. Obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'laman. Bu meni yanada ko'proq ilmlar berishimga, manfaatli videolar qilishimga motivatsiya bo'ladi va boshqa videolarimni ham ko'ring. Ular ham juda ham qiziqarli va manfaatli. Salomat bo'ling, omon bo'ling.